Tasavvur qiling, serveringizdagi muhim hujjatlar yoki butun boshli tizimdagi barcha ma'lumotlar katta xatolik yoki kiberhujum tufayli o'chib ketsa, nima qilish kerak? Bu kabi holatlarda ikki xil yechim bor: backup va disaster recovery. Backup bu ma'lumotlarni nusxalash va saqlash. Agar tizimda xatolik bo'lsa yoki ma'lumotlar o'chib ketsa, ularni qayta tiklash uchun ishlatiladi. DRAS, ya'ni Disaster Recovery as a Service, bu butun IT tizimidagi serverlar, ilovalar va ma'lumotlarni favqulodda holatlarda qayta tiklash imkonini beradi. Bu faqat ma'lumotlarni emas, balki butun infratuzilmani tiklashni o'z ichiga oladi. Backup odatda asta-sekin tiklanadi va faqat fayllar, bazalar yoki tizim nusxalarini qamrab oladi. DRAS yuqori tezlikda tiklanishni ta'minlaydi, ish faoliyati tezda tiklanadi. Chunki xizmat zaxira infratuzilmani avtomatik ishga soladi. Bu butun tizim va ilovalarni o'z ichiga oladi. Agar sizda oddiy xatoliklar sababli kerakli hujjatlar o'chib ketsa, backup, data center ishdan chiqishi yoki kiberhujum kabi holatlar yuz bersa, sizga DRAS yechim bo'la oladi. Tizimingizni xavfsiz saqlashni istasangiz, backup va DRAS xizmatlaridan foydalanishingiz kerak. Rego Cloud esa sizga har ikkala xizmatni ham taklif etadi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.